Xo'p, bugun 2 xonalik novostroykadan ko'rib chiqamiz. Xo'p, 3-qavat o'rtada joylashgan. Mana bu eshigimizdan kirib kelamiz. Podyezddan kirib kelish eshigi, yangi eshik. Zamonaviy yaxshisidan qo'yganlar. Elektromontajlari yevro bo'lgan. Uyimizda duxonturni kotyonimiz bor. Hamma joyda mana bunaqa radiatorimiz bor. Kirganda, xo'p, koridorcha va o'rtada 4 burchaklik holimiz bo'lar ekan. Prixojin mebellar bor. Xo'p, novostroyka hisoblanadi. 3-qavat, 5-qavatlik yangi domlar, lifti yo'q, lekin o'rtada joylashgan 2 xonaligimiz. Mana bu tashqaridan kirib kelganda o'ng qo'lda alohida bo'lgan sanuzelari bo'lar ekan. Hojatxonamiz rafelda to'liq akkuratni yaxshi holatda turibdi va mana bunimiz yuvinishxona, vannachasi bor ekan. Vitishkalar ishlab turibdi. Bu ham hojatxonalarga hamda yuvinishxonalarga yaxshi narsa. Havo almashinib, mog'orlab, namlab ketmaydi. Va xonalarimiz oshxona qismi. Oshxonamiz ham kattagina ekan. Yumshoq mebellar, ovqatlanish zonasi va ovqat tayyorlash zonasi ham bor. Katta ko'cha qaralgan. Mana bu Family Market yonidagi yangi domlar. Xo'sh, hozir bu joylar ham juda rivojlanib, yangi domlar qurilib ketmoqda. 2 qavatli oyna, akvaplast, plita, yuvish mashinamiz, mana xolodilnik hamda kotelimiz ham shu yerda joylashgan ekan. Mebel hamda yumshoq mebellarimiz bor. Mayda-chuyda ishlar bor, chunki yashalgan kvartira. Va zalimizni ko'ramiz. Zalimiz. Xo'p, bitta mana bu joyni to'g'rilab olamiz. Mana shu zalni to'liq aboyni almashtirsak ham yaxshi narsa bo'lar ekan. Zamonaviy ochiq rangdan qilib olsak agar chiroyli bo'lib qolar ekan. Wi-Fi ham bor ekan. Lampochkalari ba'zi joylarga qo'yib qolgan. Va oxirgi xonamiz mana bu joyni bo'lib yotoqxona qilganlar. Buni ham rangini o'zgartirsak, uyimiz, xonachamiz boshqacha ko'rinib qoladi. Hamma joyda radiator bor, duxonturni kotyonlarimiz bor. Samarqand shahar Family Market yonidagi yangi domlar, 5 qavatlik 3-qavatida o'rtada joylashgan kvartiramiz. 60 kvadrat, narxini 56 ming gaplar hamda ipotekaga ham to'g'ri kelar ekan. Qiziqinglar, tezda aloqa chiqamiz.